Boshlan quloqlarni akalar katta quloqlar so'rayapti. Uka bo'ybasi qalay chiqdi? Yedishtisini ko'rsatdik. O qorinlar ham o'zi ko'rib turibsizlar, gumbillayapti. Jivoy ko'rsataylik. Mana endi hop, mana akalar oyog'ini tagidan yerga tegib turibdi mana. 85 sm akalar, ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mana. Mumkin. Akalar 5 tasi bitta aytiladi. Molni ko'ringlar. Go'zalligini, holatlarini ham mana uni kalla boshlari chiroyliligini e'tibor beryapsizlar. Juda ham sifat kelajagiga qarab mana mol turishini ko'ring. To'xtab turashini buni ham joy ko'rsatib. 93 94 chiqyapti akalar. 93 90 pulishga o'rasizlar. Lekin bizak boshqa odam yo'q. Xudo xolasa molni ko'ring. Assalomu alaykum. Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Akalar, xudo xolasa biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatonsaroy qishlog'ida, ya'ni o'zimizning mini firmadamiz. Xudo xolasa, akalar talab va istaklaringda haligi o'zimdan namoyon qilib, o'zimdan misol qilib ko'rsataman. Xudo xolasa, uka tortmay chiqaring. Mana shunday chiqarishingiz bizga yoqadi degan akalar uchun mana ko'ringlar akalar. Shvedlarda ham xudo xolasa zo'rlaridan eng qizig'i mana yedishtisini ko'ryapsizlarmi? Og'izda ovqat bilan mana yedishtisi jivoy isboti bilan mana akalar. Ko'ryapsizlar, molni yeyishini ovqat. Qaytmayapti buni. Tinimsiz. Bitta bunisi Moybekjon desangiz mana ko'ring. Akalar, hammasi xudo xolasa molni yedishtisini ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa barchasi akalar yeb ichib turibdi xudo xolasa. Jigarlar bir qator screenshot qilish uchun endi mana bir qator ko'rsataman, ko'ringlar akalar. Shu puli yengilidan uka boqishsa, ozgina boqib turib yemga tashlayveradigan desalaring, unaqasidan hammasidan bor akalar. Xudo xolasa sinchka yo'li bilan kuzatinglar. Mana bunday zo'rlari ham bor. Xudo xolasa avlikolga gibrid variantlari bor akalar. Mana ko'ringlar. Mana. Xudo xolasa molni mana ko'ryapsizlar. Akalar oqshoq, oq tuyoq xudo xolasa hammasi zo'r akalar. Ko'ringlar. Mana mol. Xudo xolasa uyoltirmaydi, yedishtilar ham akalar mana. Mana akalar. Ko'ringlar mana. Yedishtisini ko'ryapsizlar ham mollarni. Hammasini mana ko'ringlar. Uyoltirmaydi xudo xolasa akalar. So'z isboti bilan deydi-ku, ozgina vaqtlaring ko'proq ketadi, lekin jivoy jonli joydan bo'ladi akalar. Xudo xolasa ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olinglar, inshaalloh qo'ldan kelgancha yoritib beramiz akalar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hafta kuniga 22-aprel haftaning seshanba kuni barchamizga seshanba kuni xayrli va barakotli o'tsin. Akalar, xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. WhatsApp, Telegram hammasi ishlaydi. Mana shu nomerlarda bor. Telegram, WhatsApplar akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Musofirdagi akalarim, xudo xolasa sizlarning xizmatlaringdamiz. Hop, menga endi Ardoim deb ukam yordam beradi. Obunachilar bilan salom alaykum obunachilar. Yaxshi charchamang. Siz yaxshimi? Akalar, xudo xolasa. Obunachilar xudo xolasa bo'lgan hammasidan bor. Katta, kichkina, o'rtacha. Ajoyib janob, kalla boshlan. Quloqlarni akalar katta quloqlar so'rayapti. Uka bo'ybasi qalay chiqdi? Yedishtisini ko'rsatdik. O qorinlar ham o'zi ko'rib turibsizlar, gumbillayapti. Jivoy ko'rsataylik. Mana endi hop, mana akalar oyog'ini tagidan yerga tegib turibdi mana. 85 sm akalar, ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mana. Molni holati jigarlar. Oyoq qo'li ham bor. Mana orqa boshi deganlarga mana orqa boshi ham. Ko'rib turibsizlar. Bu oyoqlarni bo'loqligiga e'tibor beringlar, bo'g'imlariga. Ko'ryapsizlar. Endi uka buni 10 ta gapirgan narxini aytaylik. Narxi deyishadi bo'lsa 8 million so'm. 7 million 8 ming so'm ayirib o'tib beraman. Shuna deylik, ha. 7 million 8 ming so'm akalar bunday edi. Aslan ayirib olib qolsa, deb bo'lsa. Ha, hali nima desa bo'ladi akalar. Xudo xolasa o'zimizdan hamma narsani misol qilib namoyon ko'rsatib beramiz. Qo'ldan kelgancha bizga kelgan biz ham talash tortishib yaxshisini zo'rini olib kelamiz. Qo'ldan kelgancha akalar bizga kelgan narxdan ozgina foyda qo'yib akalar xudo xolasa sizlarga yetkazib olib borib beramiz deganlar. To'xtab turash, shunda ko'rsataylik. Mana. Bo'ynich 90 ga 1-2 sm qiynalayapti akalar. 89. O'sha 90 ga 1-2 sm baqa akalar, lekin molni rangi ro'yini ham hisobga olib qo'yinglar. Shved. Zo'r boshqa hamma zo'r. Molni mana ko'ringlar mana uni. Yaqqol mana oyoqlariga e'tibor beringlar. Yedish xudo xolasa jivoy joyida. Narxi deyishadi olsa 9 million so'm.
azana xeyri bor. Sunnatiga o'tib beramiz. Akalar 9 million so'm kam bor. O'shanda aka ikkalasi 16 million 8 ming so'm kam bor bo'lyapti. Ha. Xudo xolasa akalar jupini olganga 16 million 8 ming so'm kami bor jigarlar mana. Molni holatiga ham bir e'tibor berib qo'ying. Endi mana ko'ringlar mana. Borgan sari sekin kattalashib bo'laveradi, lekin akalar gap molni holatida. Akalar xudo xolasa bor. Hamma narsa ham sifat kelajagiga qarab buni mol turishini ko'ring. To'xtab turashini buni ham joy ko'rsatib. Mana 93 94 chiqyapti akalar. 93 90 pulishga olaverasizlar. Lekin bizak boshqa odam yo'q. Xudo xolasa molni ko'ring. Ko'tarib Uka boshqani. mana endi uni orqa boshqa nima deysizlar akalar? Uka jupa aytamizmi? Ha, shu ko'taramiz. To'g'ri. Momo shirigini ham oyog'ini ko'ringlar. Oyog'i polvon akalar, ko'ryapsizlar-a? Toza paket. Momo ko'ringlar. Hammasi haqiqatan toza pakellar akalar. Kalla boshlari ham chiroyli oldilari kelishgan. Mana 95 vatsin. mana bitta metrda toshni ko'rsataylik akalar, 95 sm ko'ryapsizlar. Yurma. Mana yerga tegib turibdi, mol tirchilaveryapti. Mana 95 sm akalar. Mana holat. Ko'ringlar. Jupaga uka narxi nima deymiz? Ikki yo'g'on qoldi. Bir yerga Yedisini ko'ringlar akalar. Hoppala mana. Bir yerga deysa. Endi mana ikkalasini aka. Mana ko'ringlar, yaqqol. Ikki bir yerga bo'lsa 21 o 20 yarim emas. 20 million so'm bo'lsa beramiz. Akalar jupga bo'lsa 10 million so'mdan. Jupga bo'lsa akalar. Baraka 10 million so'mdan qolsa baraka bu yerga yetkazib beramiz. Tellab olishigachi. Tellab olishiga 10 million 300 ming yoqqan tellab olishaveramiz. Shuni 200 ming qilaylik. Ha, mayli, tortishmaydigan qilib. Biz tortishadi akalar 10 million 200 ming so'mdan. Xudo xolasa tellab olaverasizlar molni. Ko'ringlar. Lekin to'rttasini bitta joyga olib qo'ysalar ham narx qilib o'tishadi. Vallahi ko'ringlar akalar holatini. Xo'p, Otabek. Hop, endi akalar kattaroq variantlarga o'tib, risk bilgan bo'lsalar, mana ko'ringlar. Orqalari mana badalladi. Ko'ryapsizlar mana yaltiragan variantidan xudo xolasa akalar. Qoraladi-chi mana. Orqa bosh kengligi-necha akalar? Bo'ylarni o'lchaymiz akalar, xudo xolasa mana. Hop, mana metr yerda. Bir ikki. Bir pulishga olishaversin. Bo'ldi, bir pulishga olishaversin akalar. Bir pulishga olaverasizlar. Endi molni kesimi holat uzunliklarni ko'ringlar. Oq bosh so'raganlarga mana. Nega chindan so'ragan. Ko'ringlar oyoq qo'llarni. Yonboshdan ko'rinishlar. Mana orqani 97. har doim aytamiz akalar, gap bo'yida emas molni. Bir ha? Mana ko'ringlar, kallalarga e'tibor bering. Hammasi buqaganlar akalar, dumaloq varianti. Oyoq qo'llariga, polvonligiga e'tibor beringlar. Hashmolda orqasini surib ber uka. Ha, bo'ldi. Mana ko'ringlar. Keyin toniga ham e'tibor beringlar. Xudo xolasa, tonlari ham konkret variant. Hop. Bir pelis. 1-4 shunaqa. 1-3, 1-4 akalar. Mana. Oq bo'lishi kerak edi, oq bo'lgan bu. Yo'q, hapa. 1-3, 1-4, 1-4 beraman. Endi bu xudo xolasa 5 kun Mumkin. Akalar 5 tasi bitta aytiladi. Molni ko'ringlar. Go'zalligini, holatlarini ham mana uni kalla boshlari chiroyliligini e'tibor beryapman. Badani yaltiraman, Hammani badani yaxshi akalar. Mana orqa boshlar. Birinchisi shu. Hop, birinchisi bu uka. Mashalloh. Uzunliklarga ham e'tibor beringlar akalar. Hop, ikkinchisi mana shu molni surib qo'ygan, o'sha ko'rinmayapti. Mana mol, mana. Mana. Aqdan quyosh bo'ladi, mana. Hop, bag'dan ham ko'rsatib turamiz. Bu ikkinchisi akalar mana. Mana uchinchisi. Xolasa. Bu tarafdan ko'rinish. Orqa boshlarga e'tibor bering. Qorinlar ko'ringlar. Narx ham
turishini mana 5 ko'ring. bir yigim sog'liq bo'lsa, yengil qilib beramiz. Ikkala mana ko'ring. Xo'sh, ko'ryapsizlar. Hop, uka, mana 5-inchisi bo'ladi, xudo xolasa. Oq kella 5-inchisi. Shu olib keldi. Qo'li uzun. 3 oz bo'ladi shu. Ikkala xo'sh, ko'ryapsizlar. O'ziga yarasha bor. Narxi deyishadi bo'lsa, 5 bir yil bo'lsa, Alloh xolasa 12 million 300 ming so'mdan xayri bor. 12 yarim boshqa emas. 12 million 300 ming so'mdan 5 tasi bir joyga bo'lsa, akalar xayri bor deb qo'ydik. Akalar qo'ldan kelgancha yengillatib beryapmiz. Xudo xolasa bor-ku, sunnatdan chiqib ketmagan holatda qo'ldan kelgancha ko'ngillarni xursand qilib beramiz akalar. Bo'ylarni aytib o'tdik. 5 tasini bir joyga olaman degan odamga 12 million 300 ming so'mdan yakkalab oladiganga akalar videoda aytib qo'yaylik, plus minusi bor akalar. Xudo xolasa. 12 million 500 ming so'mdan yoqqan tilla olishadi. Hali mana qilmas. So, mana shu yoqda 12 million 500 ming so'm bo'lsa, ashlab beraveramiz. Mana yakkalab bo'ladi bo'lsa. Sizlar mana ko'ryapsizlar, bu joy. Yakkalab yoqqan tilla olishadi. 12 million 500 mingdan. Hali 500 ming plus minus boshqa emas. Akalar qo'ldan keyincha yengillatib beryapmiz biz ham, xudo xolasa. Endi ikkita yana ham bo'ycharoq variant shved so'ragan akalarga mana saqlab qo'yganmiz tevagilar deydi akalar. Biri 5 ga beraylik, 6 chiqayaptimi, biri 5. Zo'r mana ayda bu aytmasa ham bo'laveradi, aytib qo'yib qo'tirmas. Qo'tir bo'lib tuzalib mana jun chiqib bo'lgan. Kilo juni chiqyapti, mana To'g'ri, junlar. shu janvar xudo xolasa. Kella boshqa. Oq quloq kim so'raganlar, mana bu ko'ringlar, kellani. Xudo xolasa kellalar ham buqa kella, akalar, ko'ryapsizlar-a? Nozim kellamas. Mana sherigini ko'ringlar. Sherigi ham xudo xolasa bir-biriga mos akalar. Bo'y bir xil ekan. Nechida? Ikkala bo'ylari 1.5 dan bir xil, xudo xolasa mana ovqat yeb turishlarini ko'rib turibsizlar. Kella boshlari, xudo xolasa hammasi bir-biriga konkretni tushgan ko'raman bu. Oyoq qo'llar o'talar. Ko'ryapsizlar. Narxi ham yengil xudo xolasa. Mana bozorlarda, kanallarda ko'rib yurishgan, solishtirib bejolat olaverasiz. Mana ko'ryapsizlar, qorinlarni. Erishdilarni boshqasi bor ekan, oldilarni. Mana oldilarni ham ko'ringlar akalar. Oldilariga ham e'tibor beryapsizlar. Orqalardan. Xudo xolasa oldilari ham konkret variantda orqalari. Narxi deyishadi bo'lsa, narxi hali 14 milliondan boshqadan emas. 13 million 500 ming so'm bo'lsa, hayri bor pul bo'lsa, sunnatiga o'tib beramiz. Donalab qo'lab olsa 13.5 ga shu yetchasi yoqadimi, bunisi yoqadimi? Ikkovidan yoqqanmi, tanlab olishlar. Xudo xolasa, joylar yedikisiz boshqasi konkret. Xudo xolasa, akalar 13 million 500 ming so'mdan xudo xolasa jupini olgan odamga akalar kelishtirib beriladi. Xudo xolasa bu qo'lamiz narxi yoqqan bo'lsa, kimgadir hozirgacha kunduzagi akalar menimcha xohlagan bitta kanallarga solishtiringlar akalar. Narxlar konkret bo'ldi biz uchun. Nimaga? Biz ichimizdan chiqib yengil qo'yib berdik. Xudo xolasa hali mol ololmay qiynalib yurgan akalar uchun mana chiroyli vibr qilib berdik. Inshaalloh agar kimgadir ma'qul kelib qolsa, mana ko'ringlar akalar polvonligini. Kimgadir ma'qul kelib qolsa akalar, ekran ostidagi nomerlar 24 soat aloqada. Bemalol 24 soat aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybuguzni qo'llab-quvvatlab, like va obuna tugmalarini bosib turish esdan chiqmasin akalar. Sog' bo'linglar.